Bu go'zal qiz o'zining chiroyi bilan Daryo shahzodasini suvdan chiqarishga harakat qiladi, lekin buning o'rniga badbashara maxluqni jalb qiladi. Atrofda hech kim yo'qligiga ishonch hosil qilgan maxluq sekin qizga yaqinlashadi. Allaqachon g'alaba qozondim deb o'ylagan paytda uning yelkasiga bir qisqichbaqa chiqib quloqiga nimadir shivirlab aytadi. Maxluqning yuzi birdan o'zgaradi. Ayolning hidini sezib, u nafrat va g'azab bilan suvga qaytib ketadi. Ma'lum bo'lishicha, ayol yomon hid tarayotgan ekan. Maxluq chuqurlikka qaytmoqchi bo'ladi, ammo ayolning masxara qilayotganini eshitib qoladi. Jahli chiqib uni oyog'idan tortib oladi. Yaxshiyamki, shu paytda uning ortidan bir erkak chiqib keladi. U qizning hamrohi. U butun vaqt soyada yashinib turgan ekan. Ma'lum bo'lishicha, ular oldida haqiqiy Daryo shahzodasi turgan bo'lgan va u aslida kichik bir iltimos uchun kelgan edi. Ammo aldovdan xabar topgach, u g'azabga kelgan. Shu paytda sahnaga bir jodugar chiqadi. U Daryo shahzodasini o'y fikrlarini ko'ra oladi. Jodugar sumkasidan bir shisha suyuqlik chiqarib, chirigan olmaga bir necha tomchi tomizadi. Shu zahoti olma yangilanib, shirin va sog'lom bo'lib qoladi. U olmadan tishlab oladi va Daryo shahzodasi oldida go'zal bir qizning qiyofasi paydo bo'ladi. Biror so'z aytmay, Daryo shahzodasi uning yashirin iltimosini qabul qiladi. Shunday qilib, ularning g'aroyib va sirli sayohati boshlanadi.